Qo'qon shahar hokimi xizmat ko'rsatish va tikuvchilikka ixtisoslashgan Chorchinor mahallasi yettiligi va aholisi bilan muloqotda bo'ldi. Xabarlaring bor, mana mahallada yettilik tizimi joriy qilindi. Kredit berish, subsidiya berish, kompensatsiya berish, moddiy yordam ajratish kabi 100 dan ortiq xizmatlar mahalla darajasiga tushirildi. Mana o'tgan davr mobaynida shuni hisobiga mamlakatimiz bo'yicha 7,5 million fuqaro kambag'allikdan chiqdi. Ishsizlik darajasi 2 barobar qisqardi. Shuningdek, 3,5 ming mahalla qiyofasi zamonaviy ko'rinishga keldi. Ayni paytda mahallada 7600 ta aholi istiqomat qiladi. Shulardan salkam 10% mahalladagi driver sohalarida faoliyat yuritadi. Joriy yil boshidan beri mahallada hokim yordamchisining tavsiyasiga binoan biznesga birinchi qadam va oilaviy tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha 2 milliard so'm kreditlar va 115 million suda ajratilgan. Natijada ijtimoiy himoya reyestrida turgan 16 ta oila kambag'allikdan chiqarilgan. Qo'qon shahar hokimi mahalla aholisi va mas'ullar bilan muloqotda bo'lib, mahalla yettiligi faoliyatini samarali tashkil etish, fuqarolarning ijtimoiy muammolarini hal etish bo'yicha vazifalar belgilab berdi. Ma'rufjon Usmonov muloqot chog'ida aholidan kelib tushgan murojaatlarni ham ko'rib chiqib, mas'ullarga uy-joy ta'miri uchun kredit olish istagida bo'lgan fuqaroga yordam ko'rsatish, mahallada yoshlar uchun stadion barpo etish uchun munosib joy tanlab topish bo'yicha topshiriqlar berdi. Ulug'bek Norboyev, Munisa Qambaraliyeva, Qo'qon shahar hokimligi matbuot xizmati uchun. Hamma odamlar mana konsert bo'ladigan bo'lsa, konsertlar shu yerda bo'lsin. Tadbirlar shu yerda bo'lsin, bozor uchar, sizlarga keladigan ish joylarini biz o'sha joyda yarataylik.